Qayerga bormay hamma, hattoki eng mashhur insonlar ham mana shu Makkadan olib borgan atrimni sepib borganimda, bu nima atir, qayerdan olgansan deb hozirgacha mana shu savolni berib meni qiynashadi. Bugun sizga aynan mana shu mashhur atirni Makka shahrida haram hududidan qanday topishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu atirlarni qanday qilib arzonroq narxlarda olish yo'lini ham aytib o'taman. 84-darvoza to'g'risida katta bino bor. Shu binoga qarab yuramiz va Ahmad Al-Maghribiy parfum magazinini topamiz. Bilasiz, Ka'bani Ka'bapo'sh yopib turadi. O'sha matodan kelib turadigan atir ifori kisva bularda mavjud. Undan tashqari esa Masjidun Nabaviyga kirgansiz, kirmagan bo'lsangiz kirsangiz mana shu iforni sezasiz. Ravza iforini berib turadigan atir. O'zingiz biram maza qilasiz, uyga o'zingizni joy namozlaringizga surtib qo'ysangiz, uyingizdan ravzani hidi kelib turadi. Endi esa Zamzam atiri juda ham bir yumshoq, o'zingizga sevib qo'ysangiz, nima atir sevib yuribsiz deydigan atirlar turidan kiradi bu. Ahmad Al-Maghribiy men bilgan parfumlar ichida eng sifatlisi. Har bir atirning tarixi bor. Eng zo'r yangilik 5-dekabrdan 5-yanvargacha optim tovarlarga 50% chegirma qilib berishadi. Bizning nomimizdan kelsangiz yana ham ko'proq chegirma olishingiz mumkin. Endi sizga bir narsa aytsam ishonmaysiz. O'tgan yil sepgan atrim hozirgacha bir kiyimimda hidi turibdi desam ishonasizmi? Aynan mana shu atirdan o'tgan yili kelib bir sepib ko'rdim, lekin olmaganman. Qishki kiyimlar orasida turgan, bu yil qish uchun u kiyimni shundoq olganimda mana shu atirni hidi kelib turibdi. Aynan mana shu atirni olishga hozir Ahmad Al-Maghribiy magaziniga keldim. Endi sizga o'sha aytgan mashhur atirimni ismini aytaman. Marj deb nomlanadi. Kelib mana shundan olib bitta ishlatib ko'ring, ishoning, izingizdan yurgan odam yugurib kelib, nima atir ishlatyapsan deb so'ramasa meni aytdi deysiz.